bugun men tasviriy san'at kafedrasining 2011-2012 o'quv yilida bajargan ishlari bo'yicha taqdimotni e'lon qilmoqchiman. Mana kafedramizda 7 ta o'qituvchi faoliyat ko'rsatadi. Hammasi oliy ma'lumotli o'qituvchilar. Shulardan 2 tasi oliy toifali o'qituvchi, 3 tasi yetakchi o'qituvchi, 2 tasi mutaxassis o'qituvchi. Kafedra o'qituvchilari kafedrada o'quv yili davomida rejalashtirilgan hamma ishlar yuzasidan ishlar olib bordi va bajardi. Mana ochiq darslar misolida olib qaraydigan bo'lsak, 7 ta ochiq dars o'tkazildi. Ochiq darslarda asosan yangi pedagog texnologiyalarni qo'llash misolida o'tkazdik. Masalan, seminar trening darslari, individual darslar, bahs, munozara darslaridan ko'proq foydalanib o'tkazdik darslarni. Shuningdek, mana shu ochiq dars jarayonida Xo'jamqulova, Akberdiyevalarning darslarini juda namunali deb hisoblasak bo'ladi. O'z natijasini ko'rdik. Masalan, 302 guruh o'quvchisi Ulug'murodov Siroj Barkamol sog'lom avlod O'zbekiston taraqqiyoti poydevori chizilgan rasmlari yo'nalishi bo'yicha viloyat miqyosida 1-o'ringa ega bo'ldi. Yoki 205 guruh o'quvchisi Yorqulov Farruh 26-iyun xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni munosabati bilan o'tkazilgan rasmlar ko'rgazmasida bu ham 1-o'ringa ega bo'ldi. Bu bizni albatta to'garaklarimiz va ish faoliyatimizni yaxshi natijasi deb bilaman. Bo'yicha direktor o'rinbosari Gulsara Zaripovaga amaliyot haqida bergan bilimlarimizni rahmatnoma tariqasida xatlar bilan o'quvchilarimiz chiqib bayon etib berishdi. Bu ham bizga yaxshi yutuq deb bilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.